bana bobom rot, Sadullo bedey sen bilan qanaysan? Nima degani bu? Bor darrov Sadullo parkovkan oldiga o'tir, bir joy ketamiz degani. Assalom jonim, bacham. Bu yoqda gaplari bor ekan sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz olib ketgani keldim. Uyga kiramiz, kirib bermaydimi? Yo'q, siz tushunmadingiz. O'g'lingiz e'lon bergan ekanlar. Dadamni sotaman. Dadam sotaman. Necha pulga sotaman degan ekan otasini? 35 ming. Dollarmi? So'm. Siz sotganim yo'q, arendaga berdim. Otani kim arendaga beradi? Men senga 8 moshinni arendaga berasan. Uyga o'tiribsiz, baribir bir kishi ishlang dedim-da. Bunaqa ayolchalarning niyati yomon bo'ladi, tushundingmi? Kiyimlarini, mashinani qara qimmatligini, bular kuchukda ishlatadigan, oxirga pulingni ham bermaydi. Shartlar nima? Hech qanaqa shart yo'q. Prosta pasportlarini berib qo'ysalar bo'ldi. Aytdim senga yetib sotadi bu. Bahma qilmang, zo'r bilan buyuring dedim. Plan. Plan sekin Sadulloga tiqib yuboramiz buni, tamom. Keyin Sadullo Rossiyaga qo'rizor bo'lib, pasportini ololmay, ay maladi. Kasosizni olasiz, dada. 5 kara 5. Ay, bola. Sen haromga men aytdimmi, kara ver. Necha yil? 3 yil, balki undan ham ko'proqdir. Nima ish qilishim kerak o'zi? Hech nima ish qilmaysiz, pasportingizni berasiz, zaksdan o'tamiz. Men bilan yashab, mashinalarimni haydab yursangiz bo'ldi. Mayli, davay. Dadam. Nimaga? Chishsiz, dadam. Chishdi emas. Chishdik. Yo, bana bobom. Chico y